Avvalambor assalomu alaykum aziz YouTube obunachilarimiz. Bugungi video nomidan ko'rib turganingizdek, biz mebel bozoriga kelganmiz. Bu mebel bozor juda ham katta. Iloji boricha ushbu videoni katta kompaniyalari bor, qurilishi bor, dom qurib dom sotadiganlar yoki aytaylik mehmonxonasi borlarga jo'natib qo'ying. Chunki deyarli hamma endilikda Xitoydan mebellarni olib o'zlariga olib borishyapti va o'zlari o'sha dom quradiganlar yoki mehmonxonasi borlar aynan Xitoydan olishyapti. Bu ularga juda ham foydali bo'ladi. Bugun narxlarini, kargolarini va Toshkentga qancha muddatda yetib borishlarini hamma narsasini hisoblab sizlarga ko'rsatamiz. Mebellarimiz, ofisoy mebellar ko'rsatamiz, mehmonxona uchun mebellar va uy uchun mebellarni ko'rsatamiz. Albatta narxlari bilan. Qani unda ketdik bozorning ichini sizlarga sekin ko'rsatishda davom ettiramiz. Akalar, hozir biz spalnik o'rgani kelganmiz va buni yaqinda to'y qiladiganlarga jo'natib qo'yinglar, chunki juda ham arzon narxlarda. Xo'p, ko'rishinglar mumkin. Bitta divani bo'ladi. Yonida shkafi. Erkaklarniki alohida mana ko'rishinglar mumkin. Kiyimlarni bemalol solsanglar bo'ladi. Xo'p, o'rtasida kiyimlarni taxlab qo'yadigan joy va bu yerda esa ayollarniki bo'ladi. Bir xil ikkitasi, faqat rangi boshqacha. Ajratib qo'yilgan o'zi. O'rtasiga kiyim qilasizlar. Xo'p, ikkita tumbasi bor. Tumbalarni ham ko'rib ko'rishinglar mumkin. Sifatli. Ambetlari koja. Matraslari yaxshi. Xo'p, endi bu va mana bu yerda o'sha ayollarning pardozlarini saqlaydigan narsalar bor. Oynasi bilan birga. Xo'p, mana. Tortmalari ham yaxshi, materiallari. Ko'rishinglar mumkin. Xo'p, bu bilan qo'shib berishadi. Bu oyna. Xo'p, narximiz, hozir Xitoydagi narximiz $1000 atrofida mana shu narsamiz. Toshkentga xudo xolasa adashmasam hozir hisoblab ko'rdik. $1350-1400 atrofiga yetib boradi shu komplekt. Yaqinda to'y qilmoqchi bo'lgan o'rtoqlaringizga ushbu videoni jo'natib qo'ying yoki o'sha bitta donaga ham chunki jo'nataverishadi bular. Arzon tushadi, chunki o'zim ham to'y qilgan paytimda narxlar sezilarli darajada qimmat edi va sifati bunaqa emas. Sifati bu juda ham yaxshi. Mana ko'rishinglar mumkin. Mana bu yerda svetильniklargacha bor уже. Ular qo'yib qo'yishgan chiroyli qilib. Bemalol ko'rishinglar mumkin. Buni o'sha Toshkentga yetkazib beramiz. Viloyatlarga o'zingizlar olib ketishinglar kerak bo'ladi, chunki kargolarni bilasizlar, hammasi Toshkentga yetib boradi. Kerak bo'lsa, albatta bizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Keyingi do'konlarda xudo xolasa sizlarga bundan ham yaxshi narsalarni ko'rsatamiz. Xo'p, akalar, ko'rishinglar mumkin. O'g'il farzandinglar bo'lsa, mana shu narsadan olib bersanglar bo'ladi. Xo'p, buni O'zbekistonga borish narxi $800-850 atrofiga yetib boradi mana shu narsamiz. Xo'p, buni musiqa qo'yib musiqa eshitsanglar ham bo'ladi. Bu matrasi bilan birga bo'lgan narxi. O'zbekiston Toshkentga yetib boradi. Yo'q, Xitoyning o'zidagi narxini qiziq bo'lsa sizlarga $450-500 atrofida mana shu narsamiz bo'ladi. Endi ichkariga kiramiz. Ichkarida bundan ham qiziq, qiz farzandingiz bo'lsa, qiz farzandingiz uchun mana shu divanimiz bor. Bu divanimiz komplekt. Xo'p, bitta divani bo'ladi, dars qiladigan stuli, xo'p, shkafi. Keyin bu MDF emas, bu yog'och bu. Haqqoniy yog'och. Yonida tumbasi bo'ladi. Xo'p, ko'rishinglar mumkin. Shkaflari ham sifatli, eshiklar yaxshi. Ko'rishinglar mumkin. Yaxshi. Pastda tortmalari bor, narsalarni solishga tortmalar qo'yib qo'yishgan. Xo'p, endi buni narxiga keladigan bo'lsak, mana shu bitta, ikkita, uchta, to'rtta narsasi birga bo'lgandagi narxi $1100 atrofiga Toshkentga yetib boradi. Balki $1000 ham yetib borishi mumkin, chunki kvadratni biz hozir 3 ta kompaniya bilan gaplashyapmiz. Ulardan agar qaysi biri bizga arzonroq bo'lsa, sizlarga o'shani tavsiya qilamiz. Tezroq yetib boradigan, xavfsiz, sindirmasdan yetib boradiganlardan gaplashyapmiz. 3 ta kompaniyamiz bor. Agar logistika sohasida ishlaydiganlar bo'lsa, mana shu misol uchun mebellarni olib borib beramiz aka mijozlaringizga deydiganlar bo'lsa, bizga albatta aloqaga chiqinglar, Instagramdan aloqaga chiqinglar. Endi bu qiz bolaga, endi ichkariga kiramiz. Ichkarida o'g'il bolaga bor. Bu umuman boshqacha tema. Buni ko'rgan o'g'il farzandingiz bo'lsa, olib bermasangiz bo'lmaydi. Ko'rishinglar mumkin. Bu ham xuddi shunaqa MDF emas bular, yog'och bular. Sifatlari yaxshi.
Yaxshi tarafi buni ham xuddi shunaqa dars qiladigan stoli, o'zini shkafi, divani, tugmasi bor. Endi buni ham O'zbekistonga yetib borish narxi $1100 atrofiga yetib boradi. Bemalol bizlarga murojaat qilishingiz mumkin. Chiroylilarini sizlarga ko'rsatamiz, chunki bu yerda har xil variantlilari bor. Mana bunaqa ikki qavatlilari bor. Buni ko'rishingiz mumkin. Bularni ham xohlasanglar mana shunaqa shkaflarini, dars qiladigan stollarni qo'shib berishadi. Yo'q, menga bitta o'zini desanglar, bitta o'zini ham olib beraveramiz. Mana shuni o'zi menga kerak. Mana shunaqa ilgida bo'lsin, emblemalari, boshqa narsa chiroyli bo'lsin, yog'ochdan bo'lsin desanglar, mana shunaqasini ham olib beramiz. Sal yoshi kattaroq qizchalarimizga singlisi bilan birgalikda mana shunda ham yotsa bo'laveradi. Misol uchun bu yoqqa kitoblarini solib qo'ysa bo'ladi. Bemalol yotib darslarni qilib o'tirishadi. Kачество boshqachada. Ushab ko'rganingizda, misol uchun kamerada endi bilinyaptimi bilmayman, lekin sifat boshqacha. Mana bu yerda kichkina shkafchalari bor. Xo'p, bu yoqda ham xuddi shunaqa setimiz bor. Buni ham narxi deyarli bir xil. $1000, $1100 atrofida Toshkentga yetib borishadi bularning hammasi. Bular ham hammasi komplekt 3 talik. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Agar ikkita farzandingiz bo'lsa, bitta olib bersangiz, ikkitasidan ham misol uchun bemalol yotsa bo'laveradi. Hech qanaqa ilgisi yo'q. Sifatlarni ham ko'rishingiz mumkin. Yaxshi. Sifatlari yaxshi. Bu yoqda Mickey Mouse'lari bor, hamma shkaflilari bor, har xillari bor. Xo'p, agar sizlarga xuddi shunaqa yosh bolalarga ham, kattalarga ham kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar. Biz o'zimiz Xitoydamiz hozir. Katta mebel sotadigan, optim sotadigan joyga kelganmiz. Arzon narxda, xudo xolasa, sizlarga chiqarib beramiz. Bizga Instagram orqalimi, Telegram orqalimi, YouTube'da kommentariyaga o'zingizlar nomerlarini yozsanglar bo'ladi. Sirazu aloqaga chiqamiz. Chiroyli qilib yukinglarni uzog'i 18 kun, bo'lmasa 15 kun, 12 kunlarda chiroyli qilib O'zbekistonga yetkazib beramiz. Bozor atrofini ko'rishingiz mumkin. Hamma narsani topsanglar bo'ladi. Kravatlar, stol, stul va atrofimizdagi insonlarni ko'rib turibsizlar. Deyarli barchasi chet elga chiqib ketadi. Xitoyning o'ziga juda ham kamdan kam sotib olishadi. Bularning hammasi chet el uchun tayyorlangan mebellar. Sifatlari a'lo darajada. Endi men sizlarni hovlilarning dekoratsiyasi uchun kerak bo'ladigan joyga olib boraman. Ko'rib turgan fontaniyalar narxi O'zbekistonga yetib borishi $1350, $1400 boradi. Bu narsa toshdan yasalgan 4 qavatdan iborat bo'ladi. Ko'rib turganinglardek motorlarni qo'shib berishadi. Suvlari bemalol chiqarsanglar bo'ladi. Hovlilar salqin bo'lib turadi. Har xil variantlilari bor. Bu toshdan yasalgan. Hozir sizlarga yana boshqachalarni ham ko'rsataman. Orqamda turgan qora variantini ko'rib turibsizlar. Bu ham narxi bir xil. Atmosferasini ko'rib turibsizlar. Juda ham chiroyli, juda ham boshqacha. Bu ham narxi bir xil. Bu ham toshdan yasalgan. O'zbekistonga yetib borish narxi $1300-1350 atrofida. Har xil varianti bor. Namanganda o'zimizda ko'rgandim bu narsalarni, lekin narxi qanaqa bilmayman. Iltimos kommentariyalarga albatta yozib qo'yinglar. O'zimizda narxlari qanaqa bularni bizani O'zbekistonga olib borishga tavsiya qilasizlarmi? Shularni albatta yozib qo'yinglar. Hozir sizlarga ko'rsataman. Ko'rib turganinglardek har xil variantlilari bor. Mana ko'rishingiz mumkin, toshlilari, oddiy toshlardan shunaqa suvlar oqib tushadi. Boya ko'rsatgan fontanim tur qavatlisi, yondagi mana shunday xuddi buloqqa o'xshab turadi. Juda ham bu ham chiroyli. Ichlariga svetlarni o'rnatsanglar bo'ladi. Mana shunaqa sharikli ko'rinishlari bor. Ko'rib turibsizlar. Mazaxli suv oqib turadi. Hovlida juda ham chiroyli ko'rinadi bu narsalar. Inshaalloh agar o'zimizda bunaqa narsalar bo'lmasa va bu yerdan o'zimiz olib borganimiz arzonroq tushadigan bo'lsa, o'zimni hovlimga ham albatta mana shundan bitta olaman va jo'nataman. Sizlarga eksperiment bo'ladi, qanaqa ko'rinishi. Mana ko'rib turibsizlar, har xil variantlisi bor. Chunki mana toshdan yasalganlari ham bor. Boya ko'rsatgandek-ku, xuddi shu o'shani boshqachasi, mana ko'rishingiz mumkin. Bu ham narxlari bir xil.
o'g'il farzandinglarga olib bersanglar bo'ladi. Ko'rinishi yaxshi. Narsani ko'rsatmasam bo'lmaydi sizlarga, chunki buni umuman kачествоsi boshqacha, ko'rinishi boshqacha. Xo'p, qaranglar. Bitta, ikkita, uchta. 3 ta narsasi birgalikda O'zbekistonga yetib borishi $2000 ga tashkil etadi. Xo'p, materiallarini ko'rishingiz mumkin, yumshoq, echoti yostiqlarini ichi pat, ya'ni o'zimizni misol uchun haqqoniy ilgisi yumshoq juda ham. Xo'p, bu yerda yana bitta variantimiz bor. Bu variantimiz 1,5 mingga yetib boradi. Bunda ikkita, bitta, ikkita. Buni ham materiallar yaxshi. Ko'rishingiz mumkin. Gostinitsalarga, uylarga, dachalarga olib qo'ysanglar bo'ladi. Buni ham materiallari yaxshi. Buni shu 1500 ga, 1400 ga Toshkentga yetib boradi. Va mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, kojali variantimiz bor. Kojali variantimiz ham $1400-1500 atrofida Toshkentga yetib boradi. Bularning kargo xizmatlari hamma narsasini qo'shganda, yana xudo xolasa bizga aloqaga chiqadigan bo'lsanglar, bundan ham arzonroq qilib beramiz. Chunki hozir bizga gaplashayotgan boya aytganimdek, bir nechta kargo xizmatlari bor. Ulardan biri bilan aloqamizni yaxshilab olganimizdan keyin sizlarga yana ham arzon qilib O'zbekistonga yetkazib beramiz. Shu aytganimdek, ko'jalar yaxshi, sifatlari yaxshi, ko'jasi unaqa yomon bo'lib ketmaydi va boya aytganim bunga aytyapti. Men 30 yil garantiya beraman. Materialga, boshqanasiga hech narsa bo'lmaydi. Yuvib, tozalab, bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Bunda hech qanaqa muammosi yo'q. Lekin o'tirganda, ko'rganda, bunday qo'l bilan ushlab ko'rganingizda bilasizlar, качественный premium narsa bu. Bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Xuddi shunaqa narsalarni olmoqchi bo'lsanglar, pastdagi havola orqali Instagramga yoki Telegramga bizga murojaat qilsanglar, o'zimiz Xitoydan Toshkentga bemalol yetkazib beramiz. Rahmat. Agar sizlarni ham bizga o'xshab bozor aylanayotganingizda qorninglar ochqab qoladigan bo'lsa, shu mebelli bozorda o'zi turk halol ovqati bor, mana ko'rishingiz mumkin. Halol belgisi bor. Ichkarisi bozor va mana shu yerda sotishadi. Ichkarida o'tirib bemalol yesangiz bo'ladi. Hozir biz ham oldik. Shaurmalarni oldik. Sizlarga ko'rsataman. Juda ham yaxshi. Sorry, may I take it one? Thank you. Ko'rishingiz mumkin menyusini. 33, 43, 43, 33 ham. Holati rosa yaxshi. Ko'rishingiz mumkin. Bemalol mana ichida bozorlar ishlab, mazali, to'yimli. Hamma shu yoqqa kelib ovqatlanadi. Ichkarilarni hozir ko'rsataman. Ichkarilarga kirgan paytingizda ichkarilarda boshqa o'tirib, hamma ovqatlanib o'tiradi. Sizlar ham shu yerga keladigan bo'lsanglar, mebelli bozorlarga keladigan bo'lsanglar, bemalol shu yerlarga kelib ovqatlansangiz bo'ladi. Va eng asosiysi esimdan chiqib qoldi, yuqori qavatda namoz o'qiydigan joylari ham bor. Va bu o'sha mebelli bozorda ko'p joylarda namoz o'qiydigan joylar bor. Bemalol kelib namozlaringizni o'qib, ovqatlanib, aylanib ketsangiz bo'ladi. Lekin shu narsani unutmanglar, bu bozorlar soat 5 gacha ishlaydi. 5 da yopiladi, hammasi yopiladi. Sizlarni ham shu bizga o'xshab bozorda aylanib yurgan paytingizda qorninglar ochadigan bo'lsa, halol shaurma, halol shaurmalardan ko'rishingiz mumkin. Mebelli taraflari bozor, bemalol aylanib kelib ketsizlar. Hop, akalar, mana shuni ko'rishingiz mumkin. Stulimiz bor, bitta. 4 ta stul, bitta stoli bor. Ko'rishingiz mumkin. Bu narsa O'zbekistonga $270 dan $310 gacha yetib boryapti. Men shu stulni almashtirsak ham bo'ladi. Stolini almashtirsak ham bo'ladi. Mana bunaqa ustini ko'rishingiz mumkin. Bu mana shunaqaga almashtirgan paytimizda ham narxlar deyarli o'sha eng qimmat $310-320 atrofiga yetib boradi. Mana bunaqa oq variantlari bor. Stullarni ko'rishingiz mumkin, kojali, hammasi kojali. Kojasi yaxshi, unaqa yomon emas. Kojali. Xo'p, set holatida aytyapmiz biz va Toshkentga yetib boradigan narxini aytyapmiz. Ya'ni bu yoqdagi hozirgi narx alohida, kargo alohida emas. Kargosini qo'shib Toshkentga yetib borishi. Toshkentdan u yoqqa o'zingizlar misol uchun viloyatlarga oladigan bo'lsanglar, bo'lib olsanglar bo'ladi. Qayerga chiqar desanglar, chiqarib yuboramiz.
kerak bo'lgan insonlar bizga aloqaga chiqsa, donaga ham yetkazib beramiz. Hop, bu ko'rib turgan komplektinglarning narxi hozir Xitoyda $1850 atrofida. Bundan ham xudo xolasa kelishtirib beramiz. Hop, buni O'zbekistonga borish narxlari deyarli 2200-2300 bo'ladi. Hamma narsasi ichida qoladi. Xuddi mana shunday holatda Toshkentga yetib boradi. Hop, bu komplektimizda ham ko'rishingiz mumkin. Bu komplektimiz ham chiroyli narxlarda chiqarib beryapti. Har xil variantlari bor. Bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. O'zimiz xudo xolasa Toshkentga chiroyli qilib yetkazib beramiz. Bunaqa narsalar, ofisnoy narsalarni oladiganlar, advokatlar bo'lsin, o'zini biznesi uchun ofislariga bo'lsin, вообще zo'r. Hozir mana bu narsani ham biz obzor qildik. Ko'rishingiz mumkin. Bu ham $1000 ga bormasdan Toshkentga yetib boradi. Chiroyligi ham. Har xil variantlari bor. Videomizni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, demakki biz bugun Xitoyda eng katta mebel bozorlaridan birini obzorini yakunladik. Biz o'zimiz bilan birga ishlaydigan hamkorlarni, tadbirkorlarni va biznes egalarini kommentariyada kutib qolamiz. Ularni belgilab keting. Shunaqa qurilish qilayotgan yoki dom qurib sotadigan, mehmonxona qilib sotadigan odamlarga yoki mehmonxona ishlatadigan katta odamlarni kommentariyada albatta belgilab ketsangiz, ularga biz birinchi qo'ldan eng arzon narxlarda mebellarni Xitoydan Toshkentga yetkazib beramiz. Biz bilan aloqaga chiqish uchun Instagram yoki Telegramlarimizni pastga qoldiramiz. O'shalar bilan aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bizlarni kuzatib kelganlar uchun hammaga rahmat. Obuna bo'lishni unutmanglar. Bay bay.